hurmatli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgunda hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Xitoy vakolatchilari Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilishi uchun chet ellarda faoliyat olib bordi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Uyg'urlarga vakillik qilgan advokatlari Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining taftish bo'limiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatiga aloqador 3-chi qatimliq dalil isbotlarni topshirdi. Dalil isbotlar Uyg'urlarni majburiy chegaradan qo'g'lab chiqarishni o'z ichiga oladi. Payshanba kundagi doklad Sharq Turkiston Surgunda hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatiga vakolatan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan bo'lib, lager ichidagi guvohchilarning guvohligini, ya'ni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat Tojikiston chegarasidan Xitoyga qo'g'lab chiqarilgan Uyg'urlar va Xitoy amaldorlari bilan lagerda ishlashga majbur bo'lgan lager shohidlarining guvohligini o'z ichiga oladi. Da'voga mas'ul advokat Rodney Dekson ularning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoy amaldorlarining strategiyasini Tojikistonga kirish, Uyg'urlarni tutqun qilish, chegaradan qo'g'lab chiqarishga markazlashtirganligi to'g'risida bevosita dalil isbot bilan ta'minlaydiganligini, buning Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi erishgan Xitoy amaldorlarining Tojikiston tuproqlarida elib borgan faoliyatiga aloqador birinchi qo'l dalil isbot ekanligini aytdi. Tojikistondagi guvohchilarning Xitoy amaldorlarining o'zlari bilan hamkorlashish, uchur berish uchun tahdid ishlatganligi, viza va hujjat berish masalasi, qonuniy masalalarni paydo qilib qo'lga olganligini, aslida bosqichlarga bo'lib Xitoyga qaytarganligini, shunga diqqat tortmaganligini, oshkorlashga uringan oila a'zolarining zulmga uchraganligini, bir guruhining 2016-yilning oxiri Qirg'izistonda Xitoy amaldorlarining viza masalasidagi taktikasi, ya'ni Sharq Turkistondagi oilasining qaytib kelishini talab qilib, telefon qilganligi haqida haqiqiy isbot bilan ta'minlaganligini, yerlik soqchilarning Xitoy elchixonasining talabiga moslashib, Uyg'urlarni chegaradagi Xitoy vakolatchilariga topshirib berganligi va ularni chegaradan qo'g'lab chiqarganligini, buning xalqaro sud mahkamasi erishgan intayin kuchli dalil isbot ekanligini, buning nazariya emasligini, ularning taftish qila oladiganligini aytdi. Rodney Deksonning aytishicha, 1 milliondan 1,5 milliongacha Uyg'ur chet elda yashaydigan bo'lib, O'rta Osiyo va Turkiyada yashaydigan shikoyatchilarning bergan ma'lumotidan qaraganda Qirg'izistonda 87% Uyg'ur azaygan, Tojikistonda 85%dan ortiq Uyg'ur azaygan, Afg'onistonda yashaydigan 2 mingdan ortiq Uyg'ur Taliban hokimiyati orqali Xitoyga topshirilishdan ansiraydi ekan. Oldingi topshirilgan dokladda Tojikistondan qaytarishga aloqador sabablar bo'lib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Xitoyning o'z territoriyasi ichida fuqarolarga qarata sodir qilgan harakat deb rad qilgan edi. U ayni vaqtdagi yillik dokladida garchi ikki davlat Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo, uning boshqarish tavallugida bo'lsa-mu Tojikiston va Kambodjadan majburiy chegaradan qo'g'lab chiqarish to'g'risidagi ayblashlarga qarata davomlashtirishning asosiy yo'qligini o'ttirg'a qo'ydi. Ishxona kuzatib mundoq dedi: Gerçek kishilarning Kambodja va Tojikistondan Xitoyga yo'tilishi ularning davlat va xalqaro qonunlarga, jumladan xalqaro kishilik huquq qonuni va xalqaro musofirlar qonuniga xiloflik qilgandek ko'rinsa-mu, ammo bu xil qilmish jinoiy qilmish emas. Dokladda mundaq bir harakatning insoniyatga qarshi turish jinoyati emasligi xotirlandi. Sharq Turkiston Surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi bu arizni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sung'ili 1 yildan oshdi. Yig'ilgan nurg'ulg'an dalil isbotlari Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining tekshirishini boshqarish huquqi borligini isbotladi. Sudchining bu isbotlarni ko'rib, diloni etishini qaror qilishni umid qilaman dedi. Xabarlarga qaraganda, Xitoyning Nepalga solgan mablag'iga qarata Nepal xalqi qarshilik ko'rsatgan. Nurg'ulg'an nepalliklar Beyjingning Nepaldagi ul asliya qurilishining Xitoyning manfaatiga uyg'un ekanligini, Nepalning manfaatiga uyg'un kelmaganligini aytdi. Singapur postasining xabariga qaraganda, Nepalning Darchula rayonida inshoot elib berayotgan Himalaya hidroelektrik turi duch kelgan qiyinchiliklar turining elib berilishida kechikish va moliyaning eshishiga yo'l ochgan. Xitoyning 30 MW Himalaya hidroelektrik turi inshooti moliya chiqimi eng og'ir bo'lgan tur. Xitoy 2017-yili Nepal bilan bir yo'l bir belva qurilishi haqida kelishim imzoladi. 4 yildan keyin bu kelishim bo'yicha biror turdami hech qanday qurilish elib bormadi.
Mayli bir balvoq bir yo'l qurilishi bo'lsin yoki boshqa qurilish turlari bo'yicha qurilish elib berishda bo'lsin, Xitoy yerlik xalqning qarshiligiga uchrab kelmoqda. Xitoy texnik şirketleri Uyg'ur va Tibet tillarini cheklagan bo'lishi mumkin. Xitoy texnik şirketleri Uyg'ur va Tibet tillarini kurslarda amaldan qoldirib, to'rbetlardagi bu tilda yozilgan inkaslarni cheklaganligi ehtimol. Kelishimda bildirgandek, Xitoy etnik asonlik deb qaralgan millatlarga qarata texnik jihatda qo'llashni bostirganligi oshkora bo'lgan. Buningga qarata andishlar kuchaymoqda. TalkMate UNESCO bilan hamkorlashgan til o'rganish detali bo'lish sifati bilan rasmiy Weibo hisobida hukumatning siyosati sababidan Tibet va Uyg'ur tili darslarini amaldan qoldirganligini vaqtliq e'lon qildi. Bu uqtirish o'tgan juma kuni chiqarilgan. Bu detalda 100 dan ortiq tilda kurs bor. Bilibili ismli bir to'rbekat Uyg'urcha va Tibetcha yozilgan inkaslarni chekladi. Buning sirdagi tillarda yozilgan inkaslar intayin aniq ko'rinadi. Bu yilning boshida Mamlakatlar xalq qurultiyi Qonun ishlari komiteti maktablarning asonliq millat tilida o'qitishni yo'lga qo'yishga ruxsat qilgan yerlik belgilamalarining asosiy qonun va boshqa qonunlarga uyg'un kelmaydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Her qandaq bedel to'lab mustaqillik va hurlikning buzg'unchilikka uchrashiga aslo yo'l qo'ymaslik. Hurlikni va mustaqillikni haqiqiy ma'noda qo'g'dash va buning uchun eng oxirgi shaxsning eng oxirgi tomchi qinini eqitib, insoniyat tarixini shonliq o'rnaklar bilan bezash. Mana bu mustaqillik va hurlikning haqiqiy mohiyatini, keng ma'nosini, yuksak qiymatini vijdoni bilan tunib yetgan millat uchun asosiy va o'lmas prinsip. Faqat bu prinsipda ching turib, har turli fidokorliklarni har vaqt berishga tayyor millat davomli insoniyatning hurmatlashi va qadrlashiga loyiq bo'ladi, deydi Mustafa Kemal Atatürk. Bu prinsipga amal qilmagan millat qulluqqa, xo'rliqqa mahkum. Tavranmas ishonch, kuchli iroda, izchil harakat, qattiq intizom bizni mustaqilligimizga elib bordi. Mustaqil davlatimizda hurligimiz, qadr-qimmatimiz bo'ladi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Gələr qitimli proqramımız görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.